Assalomu alaykum YouTube'dagilar. Manzum podcast kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Sog' bo'ling podkasti. Bu podkastda biz har xil yo'nalishdagi doktorlar, ilm-fan namoyandalari, tibbiyot va ta'lim sohasi vakillari, jamiyat taraqqiyoti va inson salomatligi yo'lida fidokorona xizmat qilayotgan yetuk mutaxassislar bilan tanishamiz va suhbatlashamiz. Bugungi mehmonimiz pedagogika psixologiya mutaxassisi, ta'lim muassasalari boshqaruv magistranti Musaxon va Nargizaxon birinchi podkastimiz mehmoni. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Bu podkast, bu suhbat. Xohlagan mavzuga kiramiz, xohlagan mavzudan chiqamizda. Bemalol o'zingiz nima deydi, xohlagandek his qilib, bemalol o'tirib gapirishingiz mumkin. Bu psixologiyani o'zi boshlanish haqida gapirsak, siz bilan o'zi psixologiya juda eski fan, to'g'rimi? Eski ilm. Shu o'zi psixologiya qayerdan paydo bo'lgan, qanday paydo bo'lgan, shular haqida gapirsak boshlanishda. Avvalambor assalomu alaykum. Psixologiya fani hammamizga tanish Yunonistondan paydo bo'lgan. Uni rivojlanish bosqichlari bor. Ular asrlardan nimalarga bog'lanib kelinyapti va u fan sifatida tan olingan. Albatta psixologiya insonning ruhiyati, hissiyotini, fikrini, xulqini o'rganadigan fan. Xo'p, ruhiyat haqidagi shu fan. To'g'ri. Psixologiya fan dedingiz. Shu borada men o'zim bitta savol tug'ildi, ustoz. Psixologiya fan bo'lsa, o'zi fan deganda biz nimani tushunamiz? Fan masalan ma'lum bir asosga asoslangan bo'ladi. Masalan, fanga nima kiradi? Masalan, matematikani oladigan bo'lsak yoki biologiyani oladigan bo'lsak, biologiyada ma'lum bir tushuncha, ma'lum bir mavzu bor. Masalan, hujayra, to'g'rimi? Hujayrani tuzilishi hamma joyda bir xil. O'zbekistonlik student ham, o'zbekistonlik o'quvchi ham hujayrani bir xil o'rganadi, boshqa davlatdagi ham bir xil o'rganadi. Lekin psixologiyada unaqa muayyan bir qanaqadir shablonlar menimcha yo'q-ku, to'g'rimi? Psixologiyada aytmoqchiman, psixologiya har bir odam bilan alohida ishlanadigan ilm. Shunga qanchalik psixologiyani fan desak bo'ladi? Psixologiyani fan deyishimizning sababi balkim mani bu o'zim shaxsiy fikrim, o'sha insonni ichki his-tuyg'ularini o'rganganligi uchun. Un bilan o'ynashmaydi, un bilan boshqa nimalar bilan shug'ullanmaydi. Faqat o'sha hissiyotini o'rganib, masalan psixologlarimiz hissiyotini o'rganib, unga o'zini maslahatlarini beradi, to'g'ri yo'lga solishni o'rgatganligi uchun. U aynan o'rgatuvchi bo'lganligi uchun psixologiya fan deb qabul qilinishni boshlangan. Bu meni shaxsiy fikrim. Unda psixolog kim? Hozirgi zamonimizda deydikmi, hozirgi yilda? Demak, fan ruhiyatni o'rganadigan fan deyiladigan bo'lsak, o'z-o'zidan bu inson ruhiyatini o'rganuvchi inson bu psixolog hisoblanadi. Ruhiyatini o'rganadi, hissiyotini, muammolarini tushunadi va unga qo'lidan kelgancha yordam beradigan inson bu psixolog. Masalan, bizni tibbiyot yo'nalishi bo'lganligi uchun tibbiyotda ham siz yoningizga bemor keladigan bo'lsa, uni tashqi ko'rinishidan, sizga aytolmagan o'sha kasallikni nimasini aytolmasa-yu, siz uni tashqi ko'rinishidan, uni tanasiga toshgan yoki chiqqan o'sha isitmasidan ko'rib, uni ichki organini qaysi kasalligini aytib bera oladi doktorlar, vrachlar. Psixologiya ham inson o'sha eshikdan kirib kelishi bilan uni tashqi ko'rinishiga qarab, qilayotgan harakatlariga qarab, uni ichki hissiyotlarini gapirib beruvchi, aytib beruvchi va u noto'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga solib beruvchi inson. Hozir ko'p bizda savollar tug'ilyapti, ko'p yoshlarimiz qiziqtirgan savollar bor. Hozir bilsak, zamonimiz juda ham tez revolyutsiya bo'layotgan paytda ko'p kasblar o'zini nima deydi, mohiyatini yo'qotyapti. Nima deb o'ylaysiz? Psixologiya hozirgi kunda qanchalik kerak? Psixolog bo'lish o'zi hozirgi zamonimizda kerakmi? Hamma fanlarga
o'xshab psixologiya ham tarmoqlarga bo'lingan. Eshitamiz, yosh psixologiyasi, oila psixologiyasi. Mana biz texnikumimizda tibbiyot psixologiyasini o'rganishadi kelajakdagi xodimlar, tayyorlanayotgan xodimlar. Bu psixologiya ham tarmoqlarga bo'lingan. O'sha tarmoqlar rivojlanishida olimlarimiz, o'sha barcha shu yo'nalishda faoliyat yuritadigan xodimlar o'zlarini yangiliklari, masalan, inson bilan ishlash usullarini o'sha nimaga tatbiq qilishadi. Fanga o'sha rivojlanish uchun tatbiq qilishadi. Agar o'sha yo'nalishlar o'zini tasdig'ini topadigan bo'lsa, fanga kiritiladi. Bu yildan yilga, kundan kunga rivojlanib borayotgan, hozirgi kunda ayniqsa rivojlanayotgan fanlardan, yo'nalishlardan bittasi. Yaxshi. Demak, hozirgi kunda psixologiyaga kadrlar juda ham muhim. Men o'zim guvoh bo'ldim. Ayniqsa hozir ichki ishlar bo'limida, masalan, tergov ishlarida psixologlar juda ham hozir kerak bo'lyapti. Ular yaxshi yo'lga qo'yilgan. Keyin yaqinda bitta sohani eshitib qoldim, to'g'risi uni biznes psixologiyasi degan anaqa bor ekan, termin bor ekan. Shunga sizdan qiziqib so'ramoqchiman. U biznes psixologiyasi qanaqa, u sotib o'rgatadimi yoki qanaqadir klientlar bilan ishlashni o'rgatadimi? Agar xabaringiz bo'lsa, shuni ozgina tushuntirib bersangiz. Hamma sohada insonlarda panika degan, ya'ni vahima degan narsa bor. Hammada bo'ladi. U manzurma degan insonda ham bunaqa narsalar bo'ladi. Shu narsalar, shu nimani to'g'ri yo'lga solish uchun ham shu psixologiya kerak bo'ladi. U hamma sohada bo'ladi. Oddiy bizda tayyorlanayotgan hamshiralar ham oddiy bir muolajani bajarayotganda o'sha paytda panikaga biz aytayotgan vahimaga tushadigan bo'lsa, unga agar shu zahoti to'g'ri yo'l ko'rsatilmasa, u bir umr shu soha bilan shug'ullana olmaslik nimasiga erishadi. Shug'ullana olmasligi mumkin. Mumkin, shug'ullanadi. Hamma sohada psixologiya muhim baribir. Muhim. Keyin yana bitta qiziq savol. Masalan, ko'p ishlarni hozir sun'iy intellekt o'zi olib qo'yapti. O'zi neyro tarmoq shu darajada kuchayib ketdiki, agar biz hozir 10 yildan keyin kimdir ko'rayotgan bo'lsa, o'shanda aytishi mumkin, nimaga sun'iy intellekt haqida gaplashmagan deyish mumkin-da. Shunga ozgina shu psixologiyamizga sun'iy intellektni bog'lab gaplashsak, hozir biz yaxshi bilyapmiz, sun'iy intellekt o'zi ancha rivojlanib, odam bilan bemalol gaplashish darajasiga yetdi. Odamga maslahat beryapti, o'rgatyapti nimanidir. Kerak bo'lsa kayfiyatini ko'tarib kuldiryapti, musiqalar yozyapti, kerak bo'lsa latifalar aytib beryapti-da. Nima deb o'ylaysiz, kelajakda qaysidir robotlar, qaysidir texnologiyalar psixologlarning kasbini ham olib qo'yishi mumkinmi? Taxminan 20 yildan keyin yoki 10 yildan keyin dedik. Mumkin, lekin baribir ham insonni, tirik jonni o'rnini bosa olmaydi. Chunki ko'p kinolar bor robotlar haqida. Insonni o'rnini bosa olmaydi. Ular hissiyoti insonchalik rivojlanmagan bo'ladi. Sun'iy intellektdan biz yoshligimizda kompyuterni ko'rganimizda kompyuter bu darajada rivojlanib ketadi deb o'ylamaganmiz. Balkim siz aytayotgandek sun'iy intellekt siz aytayotgandek 20 yildan keyin rivojlansa, shu darajaga yetganda balkim mumkindir, siz aytgan savol mumkin bo'lishi mumkin. Lekin har qaysi sohada insonchalik u sun'iy intellektlar inson o'rnini bosa olmaydi. Chunki sun'iy intellektni ham u inson yaratgan. Inson yaratgan tizimdan alohida boshqa joyga chiqa olmaydi, tashqariga chiqa olmaydi. Shuning uchun ham uni aniq javob berish qiyin bu masala. To'g'ri. Yana shu masala bo'yicha sun'iy intellekt hozirgi kunda hech qaysi sun'iy intellekt hissiyotlarni his qilmaydi. Masalan, eng asosiysi bizda shu psixologiyada odam bilan gaplashib, uni gapirish tonidan ham даже qanaqa muammo bilan kelganini bilish mumkin. Keyin gaplashib dardidan, ohangidan ham uni tushunish mumkin-da. Lekin hozirgi sun'iy intellektlar hech qaysinisi
hissiyot bilan ishlolmaydi. Musiqa yaratadi degan ham qanaqadir hissiyotsiz musiqa yaratadi. Hazillari ham hissiyotsiz. Xullas emotsiyani u baribir bilmaydi, tushunmaydi emotsiyani, odam emotsiyasini, qanaqa ohangda gapirayotganini. Shu yerda bitta nima borda sizga nima deydi, shuni boshqacha aniq sizga tushuntiradigan yo'li bor. Hozir aytishyapti-da, tibbiyotda terapevtik fanlar sun'iy intellekt boshqaradi. O'rgatishyapti, terapevtik fanlarni tanlamang. Siz qo'l bilan bajariladigan o'sha yo'nalishlarni tanlang. Xirurglar, ginekologlar bajariladigan yo'nalishni tanlang deb o'quvchilarga o'rgatishyapti. Lekin sun'iy intellekt operatsiyani ham qilishi mumkin degan, masalan, taxminlar ham yo'q emas, bor. Masalan, mashinani sun'iy intellekt o'sha apparatlar yig'yapti-ku, to'g'rimi? Lekin mana shu operatsiyani ham shular qilishi mumkin kelajakda. Biz uni inkor qila olmaymiz. Lekin operatsiyadan chiqqandan keyin kim qaraydi u bemorlarga? Shirin so'zini kim aytadi? Baribir shu yerda ham inson omili birinchi yuqori darajada turadi. To'g'ri. Keyin bu sun'iy intellekt yaqinda qayta o'qib qoldim. Sun'iy intellekt уже tashxis qo'yish boshlayapti ekan. Bu masalan siz borasiz, masalan qo'lim og'riyapti. U qayerligingizni ko'rib, bunga rasmga olib ko'rsatib, qayerdan muammoligini уже o'rganishga harakat qilyapti ekan. Nima deb o'ylaysiz, bu qaysi darajada xavfli bu narsa? Xuddi shu masala bo'yicha bitta vrach aytdi-da, shu bitta bemorni konsilium qilib bo'lsa ham kasalini aniqlasha olmadi. Keyin bittasi yosh vrach aytibdiki, sun'iy intellekt orqali aniqlaymiz. Qanaqa? Sun'iy intellektga hamma ma'lumotlarni, dunyodagi barcha tibbiyotdagi kitoblarni kiritib, o'shani simptomlarini yozamiz. Kasalni qilishgan ham, uni qilishgan, lekin oddiygina maslahat bergan. U sun'iy intellektga kiritilgan ma'lumotlardan boshqa ma'lumotlarni o'zi taqdim qila olmaydi. Lekin inson qila oladi. Masalan, siz bilan suhbatga kelgan biror inson, sun'iy intellektdan topilmaydigan savol berishi mumkin sizga. To'g'ri. Chunki yer yuzidagi eng ongli mavjudot bu inson. U ming yaratilgan sun'iy intellektlaringiz ham yoki bo'lmasam o'sha kompyuterlar ham u narsaga yordam bera olmaydi. Menimcha boshqa sohalar bo'lishi mumkin, lekin psixologiya bilan sun'iy intellekt orqali ishlab bo'lmasligi mumkin. To'g'ri. O'zi sun'iy intellekt u qanaqa ishlaydi? Sun'iy intellekt, masalan, biron bir ma'lumotni, biron bir faktni siz masalan o'zi sun'iy intellekt miyasi bu internetda hamma ma'lumotni sun'iy intellekt internetdan oladi-da. Internetga har xil manba chiqishi mumkin, har xil ma'lumot chiqishi mumkin, to'g'rimi? Lekin aynan tibbiyotda bunaqa qaysidir bir yangilik bo'ldimi yoki qanaqadir kashfiyot, bu juda ham ko'p tajribalardan o'tgan bo'ladi, juda ham ko'p ustida ishlanib, keyin taqdim qilingan bo'ladi-da. Aytmoqchimanki, agar sun'iy intellekt osmonni rangini, masalan, odamlar hamma osmonni rangini ko'k emas, oq deyishni boshlasa, hamma birdaniga internetda ham hamma manbalarda osmonni rangi oq o'zi aslida, quyosh misol uchun qizil deyishni boshlasa, masalan, sun'iy intellekt o'sha tarafga qarab ketadi. U ma'lumotni faqat internetga chiqqan ma'lumotlardan tekshira oladi xolosda, o'zi qanaqadir tajriba qila olmaydi, o'zi sinab ko'ra olmaydi. Psixologiyada ham shunaqa noto'g'ri ishlar qilib qo'yish ham mumkin. Chunki men o'zim ko'p sun'iy intellekt bilan ishlayman. Savollarni beraman, ba'zi paytda prosta sizni emotsiyangizga o'ynashga harakat qiladi. Biroz yaxshi gapiradi, chiqib ketadi-da. U aniq ma'lumot, aniq faktingiz qolib ketadi. O'shaning uchun sun'iy intellektga unchalik men ishonmayman, tibbiyot sohasini olishiga. Lekin yaxshi rivojlanyapti sun'iy intellekt. Endi asosan hozir 2026-yilda deymizmi, hozirgi zamonimizning eng nima deydi, ko'pchilik uchrayotgan eng muhim savollardan bittasi, men o'zi to'g'risi har bitta psixologga borsam shu savolni beraman. Nimaga hozir bizda depressiya, siqilish ko'payib ketyapti? Yoshlarda ham, hamma qayerga qaraysiz, xafa, siqilgan, bilmadim, kayfiyat yomonlashib ketyapti.
Sabab nima deb o'ylaysiz? Menimcha siqilish o'zi vaqtinchalik kayfiyatni tushishi. U siqilishni agar biz o'zimizdan chiqarib tashlay olmasak, u yig'ilib depressiyaga aylanadi. Depressiya bu endi uzoq davolanadigan, davo chorasini talab qiladigan, kayfiyatni pasayishiga sabab bo'ladigan depressiya bo'ladi. Undan keyingisi esa endi undan keyingisi bilan psixologlar shug'ullanmaydi, u bilan psixoterapevtlar shug'ullanadi. Siqilish insonlarda to'g'ri qabul qila olmaslik. Agar biz biror bir harakatga irodamiz kuchli tura olsak, bizda hech qachon siqilish kelib chiqmaydi. Biz unga qarshi tura olamiz. Mana biz o'quvchilarimiz o'rtasida ko'p test o'tkazamizda, ko'pincha yoshlarimiz chiqib ketadi. Nimaga? Ular har doim musiqa eshitib yurishadi. Har doim shirinlik yeyishadi. Bu stressni chiqarish, o'sha siqilish orqali bizda paydo bo'lgan yomon stressni chiqarish yo'llari bu. Birinchi paydo bo'ladigan ular. Art terapiya bilan ular shug'ullanish. O'zidan o'zi, birov psixologga bormaydi ular. Ular o'zidan o'zi uyda har doim yoshlar musiqa eshitadi. Har doim dugonalar, o'rtoqlari bilan har doim shirinlik yeyishga boshladi. Birinchi ovqat yeyishga emas, shirinlik yeyishga. Bu o'zidan o'zi shirinlik ichidagi o'sha shirin nimalar stressimizni chiqarishga, siqilishdan tezroq chiqishga yordam beradi. Kattalarda unaqa emas. Kattalarda muammolar ko'p. Ularning farzandlari bor, oilasi bor, turmush o'rtog'i bor, qaynotasi bor. U qiyin, ularni chiqishi qiyin. Shuning uchun kattalarda ko'proq siqilish kattaroq muammolar keltirib chiqadi. Hozir siz musiqa haqida gapirdingiz, art terapiya dedingiz. Bu qanaqa narsa? Musiqa eshitdim, odam qanaqadir sun'iy siqiladi, to'g'ri? U qanaqadir odamni kayfiyatiga, emotsiyasiga ta'sir qiladimi? O'zi mana musiqani men ko'p o'ylaymanki, musiqa o'zi kayfiyatdan kelib chiqib eshitiladi. Siz siqilyapsizmi? Siqilgan musiqa eshitasizda. Siz energiyaga to'lib toshib nimadir ish qilyapsizmi? Siz energichniy qo'shiq eshitasizda. U qanday art terapiya haqida shu haqida ozgina gapirib bering. Musiqani. Art terapiya bu rasm chizish. Musiqada biz so'roq o'tkazganimizda kattalarni musiqa eshitishi juda sekin. To'g'ri. Eshitmay qoladi. Boshqa narsadan siqilishini yo'qotishga harakat qiladi. Lekin yoshlarda bu aniq. Doim meni yonimga kirishganda, ayniqsa yoshlar kirishganda musiqa tinglashni yaxshi ko'raman deyishadi. Hech qachon kitob o'qishni yaxshi ko'raman, yo uy yig'ishtirsam hamma siqilishim chiqib ketadi yoki ovqat qilsam demaydi. Aynan ovqat qilishdan, ovqat tayyorlashdan ham oldin bular musiqa tinglashdan boshlashadi uni ham. Ular to'g'ri qilishadi. Ovqat ham o'shanga yarasha shirin bo'ladi. Ishi ham o'shanga yarasha unumdor bo'ladi. Ularda oson musiqa eshitish. Keyin yosh kattaroqlardan so'rasangiz, juda sokin musiqa eshitishadi. To'g'ri. Bu ham tezda chiqarmaydi. Tempi past qo'shiq. Tempi past. Yoshlar juda nimasi tempi kuchli, hayajonni kuchaytiruvchi musiqalar eshitgani uchun uning stresslari yangilanadi. Siqilishi yangilanadi. Yangilansa yaxshi. Agar eskisini ko'mib borsa, u yomon. U depressiyaga olib keladi. U depressiyadan chiqish sal uzoqroq. Aytganimdek, uzoqroq vaqtni oladi. Art terapiyada rasm chizish bor. Hozirgi kunda o'sha art terapiyani juda ko'p yo'nalishlari. Chunki bizda yaqin 4-5 yilda amaliy psixologiya rivojlangan. Bu degani insonlar bilan individual shug'ullanuvchi, alohida o'zini kabineti bor psixolog. Ular art terapiyada qanaqa? Xohlagan rangida, hattoki shunaqa siqilgan insonlar bor. Oq qog'ozga oq qalamda rasm chizuvchilar bor. To'g'ri. Chizuvchilar bor. Mana qorani chizaychi yoki bu rangli qalamda chizaychi degan fikrni hali o'ziga keltirmagan insonlar. Bular bilan lekin ishlash kerak. Ishlasangiz albatta ularning hayoti rangligi o'zgaradi.
Faqat ishlash uslubini tanlab olish kerak, rejasini tuzib olish kerak, xato qilmaslikka harakat qilish kerak. Chunki psixologlar ham inson, odam. To'ppa-to'g'ri. Hozir shu aytganimdek, yoshlar ko'p depressiyaga tushish ko'p bo'lyapti yoshlarda. Shu qatorda men o'zim ham ko'p depressiyaga tushib turaman-da. Ko'p psixologlarni konsultatsiyasiga borganimda, ulardan maslahat olgani borganimda, xullas depressiyani 2 xil deyishdi. Endi men hozir to'g'risi esimda yo'q, qanaqa turlari, lekin depressiyaning 2 xil turi bo'ladi. Birinchisi masalan, menda ko'proq shu sodir bo'lib turadi. Siqilib, kayfiyatim yo'q bo'lib, bitta xonada o'tiraman, faqat o'zim nima deydi, siqilib o'tiraman. Birortasi kim nimaga siqilyapsan desa, aytib bera olmayman-da unga. Tushuntirib bera olmayman nimaga siqilayotganimni. Menda ko'proq shunaqa depressiya bo'lib turadi. Keyin yana bitta depressiya bor. Masalan, qaysidir yaqiningizdan ayrilganingizdan keyin siqilib qolasiz yoki qanaqadir bir muayyan muammoga bog'langan depressiya bo'ladi-da. Uni siz ayta olasiz odamlarga. Keyin men shuni tushunib yetdimki, ayta olgan depressiyangiz nisbatan osonroq depressiya. Undan chiqib ketishi yo'li nima deydi? Osonroq. O'shalar bilan aytgan odamlaringiz bilan, ham fikrlaringiz bilan gaplashib, u muammongizni hal qiladigan insonlar bilan gaplashib chiqib ketsa bo'ladi. Lekin mana bunaqa nima deydi? Tushuntira olmasdan, nimaga siqilayotganingizni hech kimga tushuntira olmasangiz, bu yomon menimcha. Chunki siqilib o'tirasiz, nimaligini bilmaysiz-da. Shu turlari haqida ozgina gapirsak, depressiyani. Depressiyani turlari katta depressiya bor, kuchli tushkunlik, qiziqishni yo'qolishidan kelib chiqadi. Yengilgina surunkali depressiya bor, uzoq davom etadigan past kayfiyat, uzoq davom etadi. Surunkali kasalliklarni eshitgansiz, xuddi shu tarzda uzoq davom etadigan. Mavsumiy, hattoki mavsumiy depressiyalar, insonlar fasl o'zgarishi bilan depressiyaga tushadigan insonlar. Ular mavsumiy depressiyalarga kiradi. Postpartum depressiyalar bor. Bu ginekologiyada, akusherlikda tug'ruqdan keyingi depressiyalar hisoblanadi. Bilasizmi, nima tug'ruqdagi ayollar depressiyaga tushadilar? Chunki tug'ruqxonaga borganda undan boshqa yana tug'ruq jarayonini kechirayotgan insonlar bor. Ular o'zidan emas, uni atrofidagi tug'ruq jarayonidagi ayollarni vahimasidan, erta kechayotgan og'rig'idan depressiyaga tushib qoladilar. Menda qanday shunaqa kechishi mumkin ekan degan savollar paydo bo'ladi. Hattoki tug'ruq jarayonini to'xtatib qo'yish holatigacha borishadi. Tug'ruqdan keyingi ta'siri esa o'sha ommani ichiga kirib keta olishi, nimasini yo'qotib qo'yish, holatini yo'qotib qo'yishadi. Mas'uliyat ozgina pasayadi. Farzand boqish kerak, uni nima qilishda, katta qilishda mas'uliyati pasayadi. Shunaqa paytda tug'ruqdan keyingi ayolga atrofdagilari yordam beradi. Uning turmush o'rtog'i, ota-onasi, o'sha opa-singillari yordam beradi. Chiqib ketishi qiyinroq, lekin yordam bersangiz shu depressiyadan chiqib ketadi unaqa ayol. Yana bipolyar depressiya bor, kayfiyat keskin almashib turadigan depressiya bor. Bir qarasangiz, u ham depressiya, xursand, xushchaqchaq, bir qarasangiz tushkun kayfiyatda, siz aytgandek hech kimni ko'rgisi kelmaydi, yolg'iz xonada, qorong'u xonada o'tirgisi keladi, lekin nega bunday holat bo'layotganini analiz qilgisi kelmaydi. Bunga yordamchi kerak, o'sha siz aytgan psixolog kerak bo'ladi. Reaktiv depressiya, og'ir voqeadan keyin siz aytgandek judolikka uchraganlarda uchraydi bu depressiya. Mana bu depressiyalarga albatta agar u yengil bo'ladigan bo'lsa, atrofdagilarni sizga bo'lgan o'sha nima deydi? Ahamiyat, sizga bo'lgan nimasi? E'tibori ko'proq kerak. Bo'lsagina chiqib ketasiz u depressiyadan. To'g'ri. Ba'zilarda esa albatta psixolog kerak bo'ladi sizga. Hozir depressiya bilan stress farqi nima? Stress yengil depressiyani boshlanishi.
Ha, hozir aytdimmi? U depressiyaga aylanadi, u uzoq vaqt talab qiladi. Depressiyadan agar inson chiqib keta olmasa, debilizm bo'ladi. Psixologiya, hozir biz gaplashib o'tdik, juda ham ko'p sohalarda o'zi aslida kerak. Juda ko'p munosabatlar buzilishi, har xilligi bu psixologiyani bilmaslikdan ham kelib chiqyapti, to'g'rimi? Sevgi va munosabatlarda psixologiyani o'rni qanchalik muhim? Hali aytib o'tganimdek, bizda oila psixologiyasi degan yo'nalish bor. U yerda o'sha yigit va qiz o'sha sevgi siz aytgan yoki bo'lmasa munosabatlar, qaynona va kelin munosabati, qaynota munosabati, kuyov, o'sha yigit va ota yoki ona munosabati, hammasini o'sha yo'nalish o'rgatadi. Lekin o'sha sevgida qolgan munosabatlarda psixologiyani o'rni bor. Endi men yo kichkina yo katta deya olmayman, o'rni bor. Masalan, aytaylik, sizni yoningizda sevgidachi sizni yoningizda quti bor-a? Siz kimnidir yaxshi ko'rib qoldingiz-ku, aytyapman. Quti turibdi-da, xonada o'tiribsiz, shu qutini ochgingiz keladi. Ochasiz. Ichida agar siz qiziqtirgan narsa bo'lsa, unga yana ham demaysiz, ishtiyoqingiz oshadi. Sevgi ham xuddi shunaqa narsa. Qiz bilan tanishasiz, uni o'rganasiz. Agar o'sha sevgingiz kuchli chiqadigan bo'lsa, u bilan turmush qurasiz. Turmushingiz davomida qanaqadir ikir-chikirlar paydo bo'ladi. Aytaylik, hozirgi kunda yigitlarimizda kuchaygan rashk degan munosabatlar yoki bo'lmasam ishonchsizlik degan o'sha rashkni orqasidan kelib chiqadi u narsalar. Rashkimizni ham jilovlay olishimiz bu bizni psixologiyamizga nima deydi? Psixologiyamizdan kelib chiqib. Shunaqa oilalar bor, agar atrofidagilar deb o'sha insonni yomonlayversa, agar kelinni yomonlayversa, u haqiqatan ham yomon ekan degan sizda fikr paydo bo'ladi. Agar atrofingizdagilar yo'q, to'xta, bu ham birovni bolasi, yo'q, bu ishini eplolmagani bilan ovqatni yaxshi pishiradi yoki buni eplolmagani bilan bolasiga yaxshi qaraydi, tarbiyani yaxshi qiladi deydigan bo'lsa, sizni qandaydir darajada siz ajralishingiz oldini oladi bu narsa. Nima deydi? Bizda hali yolg'on psixologiya degan narsa bor-ku, shu oilani ajralmasligi uchun ham atrofdagilar yolg'on psixologiyani ishlatishadi. Uni xalq tilida qora psixologiya deydi. Qora psixologiya haqida ham bo'limimiz bor, gaplashamiz xudo xolasa. Yana bitta shu munosabatlardagi psixologiyaga, masalan, hozir ko'pchilikda kuzatiladi. Yaqin to'g'risi shu haqida bitta video ham ko'rib qoldim. Odam nimaga sevgan insondan voz kechadi yoki qaysidir sevgan insonni nima deydi? Xullas, munosabatni uzadi. U ko'proq shu ikkalasini psixologiyasi bir-biriga tushmasligidan, to'g'rimi? Masalan, meni dunyoqarashim boshqacha. Aytaylik, u qizniki boshqacha. Bir-birimizga munosabatimiz tushmadi deylik. Nima deb o'ylaysiz? Agar buni kutsak, buni ustida ishlasak, bir-birimizga qanaqadir o'rganib, bir-birimizga psixologiyamiz tushib ketadimi yoki bu qanaqadir fundamental bilimmi? Shu olindi, o'zgarmaydi, bo'ldi. O'zgartirishga harakat ham qilish kerak emasmi? Siz u bilan birinchi uchrashganingizda uchrashuv bekorga qilinmaydi-da. U sizga ma'qul kelsa yoki o'sha sizni nimangizga, psixologiyangizga to'g'ri kelsa, agar ilmiy tarafdan oladigan bo'lsangiz, turmush qurasan u bilan. Keyin o'sha turmushingiz davomida shunaqa jarayon bo'lar ekan. 10 yil, 20 yilda krizis degan holat yuz berar ekan. Oila turmush munosabatida. Qachonki krizis, oddiy o'sha iqtisodiyot krizisidan ham chiqib keta olish yo'llarini topsiz, u ishingiz rivojlanadi yoki yo'q bo'ladi. Oilangiz ham xuddi shunaqa. Agar siz o'sha turmushingizni saqlab qolish yo'llarini qidirib kurashsiz, oilangiz qoladi. Agar yo'q, o'z yo'liga tashab qo'yadigan bo'lsangiz, uning uchun kurashmasangiz, u oila o'z-o'zidan ajrashib ketadi.
keyin insonlarni psixologiyasi shunday narsaki, siz eshitgan bo'lsangiz kerak, agar shu haqda suhbat bo'lsa, albatta shuni ko'rgansiz. Temperament degan narsa bor insonlarda. Uni ko'pchilik o'zgarmas deydi. Yo'q, insonlarni temperamenti o'zgaruvchan. Men bu narsa haqida bilmas ekanman, shuni tushuntirib yuboring. Temperament. Terminini. Psixologiyada o'zi 4 xil temperament bor. Mana shu temperamentlar qaysi biridir jizzaki, lekin tez jizzakiligi yo'q bo'ladigan yoki jizzakiligi har doim davom etadigan temperamentlarda o'zini nomi, o'zini nimasi bor, lekin o'sha temperamentlar o'zgaruvchan. Ba'zan insonlar mehribon bo'lib qoladi, yillar, oylar almashishi bilan. Ba'zi insonlar u mehribonlik jahlga aylanadi, jahlni tezlashishiga olib keladi. Oilada ham xuddi shunaqa, siz o'zgaruvchan bo'lib turasiz. Men bir kun Instagramda bitta video ko'rdimda, meni birinchi kelin bo'lgan kunimda ayol aytdi. Kelin bo'lgan kunimdagi tarbiyam bu meni ota-onamning tarbiyasi, lekin 10 yil o'tgandagi tarbiyam bu turmushga chiqqan turmush o'rtog'imning yoki uyimdagi o'sha qaynotamning tarbiyasi. Bu to'g'ri. O'sha oilaga moslashadi, o'sha oiladan tarbiyasini yangilash. O'sha oilaga moslash uchun psixologiyasi o'shanga moslanib tarbiyalanadi. Men o'ylaymanki, insonni psixologiyasini bir ko'rishda yoki bir marta gaplashishda yoki bitta suhbat davomida bilib bo'lmaydi. Yaqinda bitta zo'r narsani eshitib qoldim. Xullas, kokos va shaftoli effekti degan narsa bor ekan. Masalan, u odamlarga, xalqimizga ta'rif berilgan ekanda. Bizi Osiyo xalqlari, shu Yevrosiyo xalqlari, ko'proq shu nima desam, musulmon davlatlar ham desa bo'ladi. Ular kokosga o'xshagan bo'lar ekan. Chet el yevropaliklar, ular shaftoliga o'xshagan bo'lar ekanda. Masalan, bu qanaqa? Bizda ko'p e'tibor bergan bo'lsangiz, biz odamlarimiz birdaniga birorta odam bilan tanishib, suhbatlashib, do'st bo'lib ketish qiyin. Lekin uni xullas o'rganib, uni ichiga kirib, uni ko'nglini bilib deydi-ku xalqimizda. Shunaqa qilib olgandan keyin u keyin sizga ochilishni boshlaydi. Ya'ni kokosga o'xshab, kokos ham po'sog'i qalin, boshida qattiq, uni sindirish, uni yorish qiyin, lekin ichiga kirganingizdan keyin bu yog'i yengil ketadi. Shu aytganimdek yevropaliklarda esa u shaftoliga o'xshaydi. Sirti yumshoq, chiroyli, ko'rkam. Sizga ham har doim yevropaliklar bilan shu chet elliklar bilan gaplashsangiz, kulib gapiradi, yaxshi munosabat qiladi, ko'nglingizga tegmaydigan gaplar gapiradi, lekin ularning ichidagi g'arazligi u juda ham ichkarida bo'lar ekanda, unga yetib borish, yetib bormaslik ham u yillar davomida yetib borsangiz, yetib bordingiz, agar u siz o'sha darajagacha olib tushsa, bo'lmasa shu har doim nima deydi, yumshoq joyini ko'rasiz ekan. Aytmoqchimanki, bu munosabatlarda ham masalan juftimizni bir ko'rishda, bitta suhbatda bilib ola olmaymiz baribir. To'g'rimi? Uni psixologiyasini, dunyoqarashini o'rgana olmaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Bir ko'rishdagi muhabbat bu bor narsami? O'zi muhabbat qanaqa psixologiyada ta'riflanadi u? Sevgi qanaqa ta'riflanadi psixologiyada? O'zi aslida psixologiyada suhbat jarayonida, ikkinchi suhbat jarayonidayoq tashxis qo'yib davolashga boshlaydi psixolog. Agar u zo'r psixolog bo'lsa. Chunki uni qilgan suhbatidan uni bemorni demaymiz, o'sha insonlarning holatini tushunib, o'zi analiz qilib bo'ladi psixolog. Endi buni bir qarashda birinchi muhabbat deydigan bo'lsak, oddiy insonlarda aldamchi bo'lishi mumkin menimcha. Aldamchi. Hamma ham sizga birinchi ko'rishdayoq hissiyotini o'zingiz aytyapsiz, ochib bera olmaydi. Bizning xalqimiz o'sha O'rta Osiyo xalqini ham kokosga qiyoslangani ham shu yerda. Menimcha. Chunki biz ayniqsa o'sha O'rta Osiyo xalqlari mentalitet degan narsaga juda sodiq. To'g'ri. Juda sodiq. Bu yaxshi qaysi ma'noda mentalitet tushunchasi? To'g'ri. Menimcha
har narsaga tez yengilib ketishni oldini oladigan narsa. To'g'ri. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa psixologik fikrlaydigan insonni tanlash kerak deb o'ylaysiz hayotda? Juft. Qanaqa? Masalan, insonni o'ziga yarasha dunyoqarashi bo'ladi, to'g'rimi? Kimdir farmoni, nima deydi? Misol keltirmay, yaxshisi psixologik fikrlaydigan insonlar bo'ladi-ku. Masalan, dunyoqarashi desam tushunarliroq bo'ladi. Qanaqa dunyoqarashga ega insonlarni tanlasa yaxshiroq deb o'ylaysiz? Shu Hayotda pozitiv insonlar, har narsadan yaxshi tomonini oladigan insonlar. Bizda shunaqa o'quvchilar keladi, turmushga chiqqan o'quvchilarimiz keladi, faqat turmush o'rtog'ini negativ tomonlarini gapirishadi. Balkim uni yaxshi tomonlari bordir u turmush o'rtog'ini. Shu darajada yomon bo'lmasa kerak. Balkim u xafa bo'lganda ko'nglini olishni bilgandir. Balkim o'sha turmush qurishdan oldin yaxshi, hozir nima deydi, yoshlar tilida merimila qilib bergandir. Hech kim qila olmagan narsalarni qilgandir. O'sha tomonni o'ylashmaydi-da, hozirgi paytda aytmaganini qilgani yoki bo'lsam kelishmovchilikda baqirganini eslashadi xolos. Shuning uchun har narsadan inson o'sha kayfiyatni ko'taruvchi tomonlarini olishni bilish kerak. Har doim. Qanaqa psixologik fikrlaydigan inson tanlash kerak ekan? Pozitiv fikrlaydigan demoqchimisiz endi? Pozitiv fikrlaydigan. Yaxshi. Xo'p. Endi hozirgi zamonda, hozirgi davrimizda, elimizda psixologlar juda ham ko'payib ketyapti. To'g'risi, internetda ham juda ham psixologlar mashhur, ko'p, ularning obunachisi ham ko'p. Uni nima deydi? Ergashuvchilar ham ko'p uning orqasidan. Yaqinda xullas bitta psixologni ko'rib qoldim. O'zi bu mavzuni boshdan gapirib beray, qanaqa bo'ldi? Valeriya Sinyanov degan doktor bor. Shuni kitobini o'qidim, Dardingni sev degan kitobini. Xullas unda Dardingni sev degan kitobini o'qidim, Valeriya Sinyanovni. Shunda aytilganki, bizni dunyoqarashimiz, bizni fikrlashimiz koinotga ham ta'sir qiladi. Siz oldin nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, siz unga loyiq bo'ling. Uni o'zingiz ruhiyatingizga isbotlang uni. Ruhingizga siz shu narsaga loyiqligingizni isbotlang degan narsalarni xullas o'qib o'rgandim. Internetda juda ham menimcha hamma kuzatuvchilarimiz ko'rgan bo'lsa kerak. Odamlar bor, xullas pulni olib, pulga gapiradiganlar, psixologlar bor. Xullas mazmuni, mantig'ini umuman tushunmadim. Nimaga unaqa qilyapti? Pulni olyapti-da, sen menga boshqa do'stlaringni chaqirib kel, sen menga boshqa do'stlaringni aytib kel deb shunaqa qilsa, siz pulga yaxshiroq, ko'proq pul topasiz ekan. Ba'zi psixologiya bor, u sizni maksimalni yomon taraf, yomon botqoqlikka botiradi. Sen ko'proq kredit ol deydi. Sen deydi qarzing ko'p bo'lsa deydi, sen yaxshi ovqatlansan deydi, shunga qarab, rasxoding ko'payganiga qarab, sen yaxshiroq pul topish boshlaysan deydi-da. Unaqa psixologlarni ko'rib, uni orqasidan ergashayotgan odamlarni ko'rib, to'g'risi ozgina tushunmayman. Hozirgi kunda yaxshi psixolog bilan muttaham psixologni qanday ajratsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Oddiy zritel, ko'ruvchi odam. Men to'g'risi hayron qolganim, o'sha hozir aytganimdek pulni misol qildim-ku, shular pulga kurs qilib sotyapti. O'zicha motivatsion qanaqadir treninglari bor, shunaqa xullas bir narsalar bilan shug'ullanyapti-da. Ular qayerdan ajratsa bo'ladi deb o'ylaysiz? Shunaqa nima bor, shu nimangizga o'rnik sifatida bittasi o'sha savdo sotiq do'koni quryapti ekanda, kim bittasi unga maslahat beryapti. Ayas aytayaptiki, do'konni minaqa qilib qursa ham bo'ladi-ku, desa, o'rtoq aytayapti. Yo'q, do'konni har xil chiroyli narsalar bilan yasatish kerak. Hozir juda dekorativ narsalar ko'p. Odamlar yaltiroq narsalarga qarab intiladi hozirgi odamlar. Magazinga kirganda toza bo'lish kerak, yorug' bo'lish kerak, nima deydi? O'sha
sotuvdagi narsalar chiroyli terilgan bo'lishi kerak. Insonlar o'sha yerdan zavq olishga, hech bo'lmasa narsa olmasa ham do'koningdan zavq olish kerak. Shuning uchun ham kiradi insonlar deb o'rgatyapti. Psixologiya ham xuddi shu narsa. Qancha uni Instagramda, Telegramda, o'sha axborot ommaviy vositalarida qancha yaltiratsa, menimcha ichidagi go'zalligi shuncha past bo'ladi. Menimcha. To'g'ri. Keyin menimcha yaxshi mutaxassis, zo'r mutaxassis unaqa har kuni Instagramga video qilib, unaqa qilgani ham vaqti bo'lmaydi. Layk yiqqani ham Shunday. vaqti bo'lmaydi. Shunaqa. O'sha siz aytgandek Ish o'sha bilan mashg'ul. Instagramga faqat u ishi bilan mashg'ul bo'ladi. To'g'ri. Keyin har qanday u psixolog bo'ladimi, u o'qituvchi bo'ladimi, u boshqa kasb egasi bo'ladimi, uni xonasiga kirganingizda, kabinetiga kirganingizda, u bilan uchrashganingizda insonda aura degan narsa bo'ladi-da. Aurasi yoqimli bo'ladi. Energiyasi kuchli bo'ladi. Shundoq ko'rasiz, salom alaykum qilasiz, undan keyin hech narsaga o'tmagan, undan salom alaykumdan u yog'iga o'tmaysiz, u unaqa aura kuchli emas. Agar u bilan gaplashish, suhbatidan nima deydi, zavq olsangiz, o'sha insonlar aurasi kuchli, energiyasi kuchli insonlarga ishonish mumkin deb o'ylayman. Ba'zilar suhbat jarayonida soatga qarab turadi, qancha vaqtingiz qoldi, tezroq bo'ling ular bilan xato. To'g'ri. O'zi suhbatda o'zi asosan e'tibor beradigan narsa, menimcha endi bu meni fikrim. Ko'proq nima deydi? Men uni o'qib shuni tushundimki, men buni so'zlaridan shuni angladimki deb gapirgan insondan ko'ra, men hayotimda shu voqeadan shunday xulosa chiqardimki degan insonni fikrini yuqoriroq qo'yish kerak. Ba'zi psixologlar aytganda, kitobdan iqtiboslar qiladi, qaysidir ijodkor hayotidan Dale Carnegie kitoblarida bir narsa yozilganligini aytadi. U uni hayotida bo'lgan, uni qarashida, u sizni boshingizda u muammo qanaqa hal bo'ladi, uni o'zingiz bilasiz, o'zingiz xulosa chiqarasiz. To'g'ri. Psixologiya ham menimcha shunaqa narsasiga e'tibor berib tanlagan yaxshiroq. Men yaqinda televizorda bir narsaga ko'zim tushib qoldi, to'g'risi. Ko'rib qoldim. Xullas bitta ko'rsatuvda numerolog degan bitta shu psixologmi, shunaqa yo'nalish bor ekan xullas. U aytayapti-da, xullas siz raqamingiz 4 chiqdi, siz hayotga qiziqishi juda ham yuqori inson ekansiz. Sizni shashtingiz juda ham yuqori, siz energiyaga to'la odam ekansiz, deyapti. Sizniki deyapti 9 chiqdi, deyapti-da. Sizniki siz odamlarga yaxshi ta'sir o'tkaza oladigan odam ekansiz. Siz haybatli, aurasi katta insonsiz. Bunaqa odamlar buyuk insonlar bo'ladi deb gapiryapti-da. Erinmasdan ko'rib o'tirdim shu suhbatda. Suhbat qayerdadir shu 7 chiqargani, 4 chiqargani, qayerdan chiqarganligini aytadimi dedim. Aytmadi-da. U menimcha to'g'risi u numerolog qanaqadir neseryozniy kasbmi, bilmadim, tushunmadim. Shunga sal ozgina ma'lumot bersangiz, shunaqa odamlar haqida. Numerologiya o'zi insonlarning tug'ilgan sanasiga qarab, ismlarini harflariga qarab, ba'zan ular yoqtirgan o'sha raqamlarga qarab, o'sha nima chiqarib beradigan, o'sha ular psixologiyasini o'rganadigan soha yoki bo'lmasam o'sha psixologiyada aytiladi, bu faqatgina qarash xolos. Qarash. U bir soha emas yoki tarmoq emas. Shunchaki psixologiyada kichkinagina qarash. Shu nomer orqali aytib bera olish qobiliyati bo'ladi ba'zi bir psixologlar. Uni fikrini siz avtoritet qilib, uni jiddiy qabul qilishingiz ham shart emas. To'g'rimi? U faqat shu psixologiya. Haligi xuddi oldin bo'lardi. Martda tug'ilganlar mana bunaqa, fevralda tug'ilganlar bunaqa degan anaqa qarash bo'lardi, shunga o'xshagan narsa. Xuddi shu narsa. O'sha numerologiya orqali o'sha munajjimlar bashorati ham masalan 7 ta bashoratdan uni bittasi, ikkitasi to'g'ri kelishi mumkin. Ana boring 3 tasi, qolgan 4 tasi u qarash, farazni bir qismi xolos. Shuning uchun bu yo fan sifatida yoki bir yo'nalish sifatida yoki o'sha psixologiyaning tarmog'i sifatida juda kengaymagan. Xo'p,
psixologiyani bildik, tushundik. Endi vaqtimiz ham chegaralangan bizni, vaqtimiz bo'lib qolyapti. Shunga ozgina bu narsa haqida gapirish mumkinmi, mumkin emasmi bilmadim. Qora psixologiya haqida gaplashsak. Chunki hozirgi kunda ko'p e'tibor beryapmiz, qanaqadir propaganda shunga o'xshagan bir manipulyatsiya, to'g'ri, noto'g'ri propagandalar ko'payib ketyapti. Shularni ajratish haqida, umuman psixologiyani qora tarafi haqida gaplashsak. Qora psixologiyani biz eng hozirgi kunda ko'rayotganimiz bu chorlov, propagandani shunaqa deb qilsa bo'ladimi? Da'vat, chorlovlar. Hozir to'g'risi juda ham ko'p har xil narsaga qanaqadir qiziqtirish, ommaviy chorlov paydo bo'lyapti. Uni xalqimiz, odamlarimiz, do'stlarimiz yaxshi tushunmasdan turib, uni orqasidan ergashib ketyapti. Bu endi hamma sohada kuzatilishi mumkin. Hozir bunga media aralashib, bu juda ham yana kuchayib ketyapti. Hamma internetga chiqib olib, yaxshi yomon manbalarni tarqatishni boshlayapti. Hamma o'zicha shu qanaqadir bitta fikrni nima deydi, odamlarga singdirmoqchi bo'lyapti. Juda tushunarsiz holat bo'lyapti. Hozir to'g'risi qanaqadir internetdan nimadir olib, uni mana bunaqa kontent qilib bergani ham to'g'risi men o'zim qo'rqib qolganman, chunki nimadir ma'lumot oldingizmi, ertangi kuni boshqa joyda boshqa odam uni aksini aytib chiqyapti-da. Keyin deysiz, o'ylaysizda, voy, mana o'tgan safar mana bunaqa degandi-ku deysiz. Keyin uni fikriga umuman boshqa odam boshqacha fikr bilan, boshqacha mulohaza bilan chiqib kelyapti-da. O'shaning uchun do'stlar, bu internetda berilayotgan manbalar, internetda berilayotgan fikrlar bu avtorni o'zini fikri. Men aytayotgan hamma fikrlarim, hamma qarorlarim bu mendan chiqyapti. Men hozir, mana shu yoshimda hozir bu fikrlarni shunaqa deb o'ylayapman. Umrim oxirigacha bunaqa deb o'ylaymanmi, yo'qmi? Uni hali bilmayman. Balki o'zgarib ketar bu fikr. Sizlar ko'rayotgan kontentlar ham, sizlar ko'rayotgan odamlar ham hozir shunaqa deb o'ylayapti. Sizlar ular orqasidan ergashib, uni fikrini avtoritet qilib, ularni orqasidan nima deydi, shunaqa yurishga intilsanglar, uni harakat qilsanglar, u noto'g'ri yo'lda bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun biz hozir asosan bu o'z kontentimning ham maqsadi nima? Odamlar o'zini fikrini bilsin odamlar. O'zi fikrlay olsin, o'zi nima deydi? Hamma vaziyatga o'zi qaror qilsin, o'zi tushunsin odamlar. Shunga shuning uchun harakat qilyapmiz. Bu podkastimiz ham psixologlar to'g'risida, psixologiya to'g'risida bilimlar, foydali maslahatlar olish mumkin o'quvchilar yoki oddiy odamlar ham shu haqida. Sizni xarakterligingiz yaxshi bo'lsa, siz odamlar ko'zida qanaqadir boshqacha darajadagi inson bo'lib ko'rinasiz-da. Siz farqi yo'q, nima fikr aytyapsiz, siz qo'shiq aytib beryapsizmi ularga, sizni xarakterligingizga mahliyo bo'lib qoladi-da, odamlar siz gapingizga ishonib ketaveradi. Shuni ajrata olishimiz kerak. Qora psixologiyada. Qora psixologiya shu o'zi. Xarakterlik bilan mahliyo qilib safsata berish, menimcha shu ham qora psixologiyaning bitta turi. Hammani o'zini fikri, o'zini dunyoqarashi bo'ladi. Shu dunyoqarashda yashaydi. Shu dunyoqarashda faqat shu dunyoqarashni oshirish kerak, kuchaytirish kerak. Bu sizni ham zaif, ham kuchli tarafingiz. Xo'p, bizni vaqtimiz o'zi nihoyasiga yetyapti. Sizga yana bir katta rahmat vaqtingizni ayirmasdan kelganingiz uchun. Bizda shu ozgina blitz savollari bor. Qisqaroq, tezroq javob berasiz. Shu sharti. Hayotda har bir muammo psixologikmi? Yo'q. Stressni butunlay yo'q qilish mumkinmi? Mumkin. Odamlarni ko'proq nima boshqaradi? Aqlmi yoki hissiyotmi? Ikkalasi ham birga emas-u, ba'zan aqli, ba'zan hissiyoti. Holatga qarab. Hissiyoti. Holatga qarab. Keyin bitta narsa yaxshi bitta fakt bor. Ayollari ko'proq hissiyot boshqaradi, erkaklari ko'proq aql boshqaradi. Aql bilan fikr qilaylik. Xo'p. Keyingi savol. Odam o'zini butunlay o'zgartira olishi mumkinmi? O'zgartira oladi. Sevgi bu ehtiyojmi yoki tanlov?
Sevgi bu ehtiyojmi Tanlov. yoki tanlov? Tanlov. Nima uchun? Chunki bizni aytganimizdek psixologiyamizga to'g'ri kelmasa, u bilan yaxshi ko'rishimiz-ku, sevishimiz-ku. Tanlayapsiz uni siz o'zingiz qaror qilib. Tanlaysiz. To'g'ri, tanlov. Eng yoqtirgan 3 ta kitobingiz. Bu ixtiyoriy, xolos siz ayting, xolos aytmang. Xolos siz bittasini ayting. Fuqramani. Fuqramani. Hozir shu joyda bitta narsani sizga aytib ketay. Boshida aytmadim. Bu ko'rsatuvda siz o'zingiz eng yoqtirgan, hammada bo'ladi-ku, hamma o'qish kerak bo'lgan bitta kitob deydi-ku, o'qiganingizdan keyin. Shunaqa kitobingiz bo'lsa aytsangiz, keyingi ko'rsatuvda men mana shu shartlarini aytaman oxirida. Mana shu ko'rsatuvda obuna bo'lgan, like bosgan, faol qatnashgan shu obunachilarimizga o'sha siz aytgan kitobingizni sovg'a qilib yuboraman. Said Ahmadni fuqraman. Zo'r, rahmat. Sizga psixologiya nima olib keldi? Yangi yo'nalishga kiritdiman. Bitta narsa so'ramoqchiman-da. Men yoshligimda doktor bo'laman deb orzu qilardim-da. Siz yoshligingizda psixolog bo'laman deb orzu qilarmidingiz? Yo'q. Nima bo'laman deb orzu qilardingiz? Iqtisodchi bo'lib. Iqtisodchi. Zo'r. Lekin psixologiya meni boshqaruvchi marketing, menejment yo'nalishida borishimga nima qildi? Nima deydi? Yo'l ochdi. Baxt siz uchun nima? Atrofimdagi insonlarni baxtli ko'rish. Yaqinlaringiz baxtli bo'lsa, siz ham baxtlisiz. Baxtliman. Nariza opa, sizga suhbatimiz uchun katta rahmat. Vaqtingizni ayirmasdan kelganingiz uchun, shu qimmatli ma'lumotlar berganingiz uchun, xudo xolasa yana bir marta chaqiramiz sizni. Hali gaplashmagan mavzularimizga yana bir marta gaplashamiz. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat.